Izzatga assalomu alaykum. Hormang, yaxshimisiz, charchamaysiz, tuzamiz. Dushovoy kabinalaringiz haqida kichkina obzor qilsak, o'zingiz haqingizda bu dushovoy kabinalarni necha yildan beri sotasiz? Dushovoy kabinalarni 20 yildan beri sotamiz. Shu sohada 20 yildan ishlab, xalqqa xizmat qilib kelamiz. Ha. Aytganingizdek, siz birinchi qo'lsiz, to'g'rimi? O'zingiz olib kelasiz, anaqa qilasiz. Mana bu filiallaringiz qayerda bor? Filiallar butun O'zbekiston bo'yicha oladigan dilerlarimiz bor, lekin biz olib borib o'tdan tochka ochmaganmiz. Ha, bo'ldi. O'zingiz o'tiradigan do'koningiz Qo'yiluvda Stromaterial bozorining ichida. 7-pavilyon, 2-magazin. Aha, zo'r. Bo'ldi. Hozir bo'lmasa eng arzonidan boshlaymiz-da. Bitta ochib konfiguratsiyasini aytib berasiz. Ketdi. Hop, mana bu dushovoy kabina eng xadovoyimiz mana shular bo'ladi. Rabochilashadigan anaqasi. Shunaqa. Hop, tepadan dajdiki bor, ruchnoy dushi bor, belli masaji bo'ladi, tahorat qilishga jo'mragi bo'ladi. Ha, jo'mrak. Hop, svet, ventilyatsiya, radio, polka, hamma narsasi bor. Xo'p, mana bu ventilyatsiya, bu radio, Aha, kolonka. Kolonkasi. Shu mashetdan tablosidan boshqaraverasiz. Ha, mana bu. Svet, ventilyatsiya, radiolar shu yerdan boshqariladi. Bosamiz. O'chotdi. Bu ventilyatsiya. Zo'r. Mana bu radio o'z ushida. Aha. Mana tovush baland qilish kerak. Uni regirovka Topish kerak ekanda, birinchi poiskka berish kerak. Regirovka qilinmagan bu. Regirovka qilib olinadi, keyin qolgani bo'laveradi. Hop. Zo'r. Mana bu polkalari bilan. Zo'r. Aytasiz, O'tiradigan joyi bor. Bu 90 ga 90 razmeri, xuddi shuni 1 ga 1 razmeri ham bo'ladi. Ha, 1 ga 1. Zo'r. Xo'p. Mana yopganda. Oynasini qanaqa dedingiz? Oynalari bilan kalyonli oyna bo'ladi. Germetichniy bo'ladi, kabinada suv qo'yib yubormaydi. Ha. Ustida yig'ganda germetik bilan yig'adi. Ha, tushunarli. Suv qo'yib yubormaydi. Ko'pincha hovlilarga olishadi dedingiz-a? Hovlilarga, o'sha mehmonxonalar, banisalar, mashinalar oladi. Xo'p, keyingisi. Hop, keyingi modellarimiz mana anaqasi ham bor. Uje bunda stoykalari bilan bo'ladi. Ancha baqvatroq ham bo'ladi. U ham baqvat, lekin bu yana qo'shimcha baqvatlashtirilgan modellari-da bular. Hop, bularda unga qo'shimcha yana bitta narsasi bo'ladi. Mana anaqa oyoqni masaji ham bo'ladi bularda. O'tirib, masaj olib, kerak emas paytda yana joyiga taqib qo'yaveradi. Machalga qo'yishga, mana shunaqa svetlari, bunda ham qo'shimcha svetlari bor. Yana shunaqa. Tepadan dajdovik, bunda ham svet, ventilyatsiya, hamma narsasi bor. Telefon anaqasi ham bor ekan. Endi telefonni uning uchun telefon simni tortib kelish kerak. Telefonga ham javob bersa bo'lar ekan. Simni tortib kelsa, faqat bu yerdan javob bera olasiz. Siz telefon tera olmaysiz. Shunaqa. Zo'r. Narigidan farqi mana bu primoy o'tirganingizda belga uradigan massajyor bu. Shunaqa. Bunda ham bor, mana tahorat qiladigan jo'mragi bor. Oyoq massaji, shunaqalari bor. Magentlari ham bu yerda temirli bo'ladi. U yerda plastmasli bo'ladi. Rezinoviy plastmas bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Yo'qda o'zi mana temirdan bo'ladi magnetlar. Mana bu o'zi ham magnit mana. Deganda o'zi sekin. Zo'r. Biroz ajalmaydi, eshitsam shu o'rib. Xo'p. Buni narxini qancha dedingiz? Bu 1 ga 1 5 million so'm, 90 ga 90 ni 4 million 800 ming so'm. 200 minggina farq qiladi orasida. Shunaqa. Xo'p, zo'r. Keyingisi, mana shundan ketaveramizmi? Xo'p, keyingisi mana hamma modelimiz bor. Bu 1.20 ga 80 razmeri. Bu konstruktorniy variant. Eshigini o'ng chap, bu yoqda devorga taqaladigan joyini, smestitel qo'yiladigan joyini o'ng chap qilsa bo'ladi. Almashtirsa bo'ladi. Xohlagancha yig'ib olsa bo'ladi. Bu
svet ventilyatsiyasiz, Ha. elektrичество yo'q ichida. Oddiy tepadan dajdivik, belli masaji, ruchnoy dushi, polkasi bo'ladi. Tahorat qiladigan jo'mragi bo'ladi. Bo'ldi, boshqa narsasi bo'lmaydi. Soddagina, ixchamgina. Zo'r. Mana yonidan ana qilib kursi bo'ladi. Yog'ini almashtirsin. Keyingisi. Hop, keyingi modelimiz hamma modeldan bo'ladi. Bu ham juda baquvvat kabina. Buni profillari uje haligi ko'rsatganimdan ham baquvvatroq. Bu menimcha bitta barmoq 3dan biri bo'lsa, bu uje bitta barmoq kattaligidan katta Juda karkas. ham katta bo'ladi. Qarang, bunda yosh kattaligi mo'ljallangan kabina asosan. O'sha o'tiradigani bor. O'sha tursa ham bo'ladi, o'tirsa ham bo'ladi. Shampun soladigani bor. Polkasi, bu yerda svetli uje tepada. Tepada ham bor ekan. Bu yerda ham bor, ruchnoy dushi bor. O'tiradigan sidenasi ham bor mana. Vesichi anaqa og'irdigan odamlar ko'taradi. Yo'q, vesi masalan Duboyni ko'taradi. Ha. Duboy vesi ko'taradi. Bo'ldi. Vazni og'ir odamlarga to'g'ri keladi. Mana bu ham xuddi o'sha halidagi Magnitli. temir. Mana bu yerda ancha qalin, ancha boqqut ekan. Bu mana uncha qildi. Paddoni, past paddon, o'sha yosh kattalar qiynalmasligi uchun bemalol kirib chiqa oladi. Mana bu boyagi balandligi 45 sm bo'lyapti. Buniki ancha past, ancha qulay bo'ladi kattalarning oyog'ini anaqa kirishlariga. Ruchkalari ham ancha chiroyliroq. Xo'p, zo'r. To'g'rilar. Xo'p, keyingisi. Mana modelimiz bor. Bu oxirgi zamon talabi bo'layotgan modellarimizdan bittasi. Seriyani xohlashyapti ko'pchilik. Seriya kelyapti, seriy tom. Paloska oynalarni ko'pchilik xohlayapti, чтобы cho'milayotganda ichida odam ko'rinmasin degan masalasi. Bular asosan spalniga qo'yilayotgani uchun ko'pchilik xohlayapti, ichida odam ko'rinmasin. Ana bu yerda uje ichida odam ko'rinmaydi. 100% ko'rinmaydi deydi. Boshi bilan oyog'i ko'rinmaydi. Mana bo'ldi. Bu ham xuddi qolganlarga o'xshagan tepadan dajdiviki bor, sveti bor, ventilyatsiya, radio, gidromassaj, polka, mana shunaqalar. Ishlari shunaqa. Anaqasi nima deydi? O'zi shundoq ham tonirovni anaqa yonlari. Qora oynaga oq matli zebra qilingan. Zebra qilingan. Mana ko'rinmaydi. Bundan farqi bunda ko'rinar ekan mana. Ichkarisi ko'rinadi. Xo'p, bunisini narxini aytmadik-a? Bu 6 million so'm biriga biri, 5 million 800 ming, 90 ming 90. Katta emas ekan. Xo'p, bunisini narxi? Xo'p, zebrani 4 million 300 ming 90 ga 90ni. Biriga biri 4,5 million bo'ladi. Eng hadovoylardan bittasi shu. Hozirgi zamon talabi bo'lgani uchun eng hadovoy kabinalardan bittasi. Tushundik. Buni zebra deb ketsa bo'ladi. Zebra qora, seri zebra deb ketsa bo'ladi. Shunaqa desa ham bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Endi o'zini modellari bor. Xolisiyli modellari bilan ham aytaman. Buni modeli 927 model. Bo'ldi, o'shanisini aytdingiz. Keyingi modelimiz. Mana hamma modelimiz bor. Bular uje katta kabinalar. Bu ham xuddi halidagi stoykalari juda baquvvat. Katta stoyka. Xo'p, endi bu 1.10 ga 1.10, buni 1.20 ga 1.20 ham bo'ladi. Buni ichida vanna qilib yotsa ham bo'ladi. Odam sig'adi. Odam bemalol sig'adi, vanna qilib yotsa ham bo'ladi. Xuddi halidagi oyoq massajlari bor, so'ng soladigani bor, tahorat qiladigan jo'mragi bor, belli massaji, svetli bu yerda ham ikkitadan, tepadan dajdivik, ventilyatsiya, kolonka, magnitlar bu yerda ham temirli. Bu hozir
turgani 1.10 ga 1.10, shuni o'zi katta. Da, da. 1.20 ga 1.20 juda katta bo'ladi. Da. Bemalol o'sha vanna qilib yotsa ham bo'ladi ichida. Ha, tushunarli. Zo'r. Xo'p. Katta. Bu ancha bahaybat ekan. Ancha katta. Bo'yi ham baland, ko'rinayotgan bo'lsa, Ha, 2 metrli odam bemalol sig'adi ichiga. mana bu boyagisi. Bu mana ikkinchisi. Lekin bularning farqi tagidagi paddonni ham bo'yda. Va Bu paddon ham baland bo'ladi. Bu sredniy paddon hisoblanadi. Bu уже 45 santimetr bo'ladi. Ha. 45 plus mana buni qo'shganda 50 ham 50 chiqib qoladi. 50 chiqib qoladi. Keyingi masala, ko'pchilik so'raydi, bu akril odamni ko'taradimi deydi. Bular akril odamni ko'tarmaydi. Aha. Lekin tagida temiri bor bu. Temir karkas to'qilgan bo'ladi. O'shani hisobiga bemalol xohlagancha kilolikni ko'taradi. Ichiga sig'sa bo'ladi. Zo'r. Okay. Xo'p. Narxini aytmadika buni. Xo'p, narxi 1.10 ga 1.10 6 million 200 ming so'm, 1.20 ga 1.20 esa 6,5 million so'm. 6,5. Kattamas ekan farq. Xo'p, bo'ldi. Buni nima deymiz? Katta anaqa. Modelini aytib keting. Modeli 1.10 ga 1.10 603, 1.20 ga 1.20 esa 604 model. 604. Gigant deb ketsa bo'ladi. Assortimentda eng kattasini desa bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Buni qaysi? Ketdi. Xo'p, keyin mana modellarimizda ham bor. Bu 1 ga 1 razmer. Buni ichida elektrichество yo'q. Endi bir xillar menga kerak emas, svet ham, ventilyatsiya ham kerak emas deydiganlar chiqyapti-da. Hidromassajlari ham kerak emas. Oddiy bo'lsin deydiganlar mana bu modelimiz bor. Bu yerda tepadan dajdvik, rучной dush. Bo'ldi. Ichida boshqa ortiqcha. Mana bunga odam o'zi qo'ya oladimi shunda? Mana bu anaqalarga? Endi xohlasa qo'ysa bo'ladi. Teshigi bor. Xohlasa qo'ysa bo'ladi. Endi uning uchun svet tortib kelish kerak bo'ladi. Kimlardir buni oladigan odam svet tortilmagan bo'ladi. O'shaning uchun buni tanlaydi ko'pchilik. Katta anaqa bilan. Tushunarli. Hop, to'g'rat qiladigan jo'mragiga bor keyin mana qora. Bu o'sha xalidagi seriy paddon, seriy tom. Shunaqa. Razmeri 1 ga 1. Buni narxi 4 million 200 ming so'm. Boshqa razmeri yo'q. Yo'q, boshqa razmer Bitta razmer. hozircha yo'q. Aha. Bo'ldi. Imam oxirgi oqib ko'rsatsak. Mana bunisi bor. Hop, buni ham bo'yi baland. 90 ga 90 razmeri bor. Tepadan dajdvik, rучной dush, bo'ldi. Bu ham xuddi shunaqa Eng prostoy variantlardan. Prostoy variantlardan. Buni orqasi akril bo'ladi. Qolganlarni ko'rsatganlar hammasi kalyonli oyna. Farqi shunda. O'shaning uchun bu kabinalar ancha arzon turadi. Bular 3 million 800 ming so'm. 3800. 90 ga 90 ni 3 million 800 ming so'm. Zo'r. Xo'p, ko'chada bitta qoldi. Ketdi. Mana bu modelimiz bor. Bu 90 ga 90 bo'ladi. Bizga biri bo'ladi. Bu polkasi bor, tepadan dajdeviki bor, rучной dushi bor, belli masaji bor, svet ventilyatsiyasi bor. O'shanaqa hamma navorochinlisi. Navorochinlik. Oyna kalyonli, tonirovni. Orqasi ham kalyonli oyna. Bo'ldi. Mana bu do'kon 7.2 anaqani oldi. Dastavka butun O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Bo'ldi.